nima davlat qaramaydimi ularga? Qayerda qo'yapti? Gordu buzdu, bugün koluma berdi qog'ozni, baldarning barini olib chiqib ketadi. Televideniyada ve YouTube'larda bir jaktı o'g'li bilan ko'rsatib qo'yganda. O'sha yerda bitta ikkita o'zidan mafiyachi yasagan 30 tami endi 20 tami 40 tami 50 tami bilmayman taksistlar bizni nonimiz shu, biz banshetdan pul topyapmiz deb o'zimizni o'zbeklarni 500 rubldan 6 kilometrga 4 ta odam, 6 ta, 7 ta odam qilib tiqib mashinasiga 6 kilometr chegaraga olib kelyapti. Aeroportdan chegaragacha 6 kilometrda. Musulmon odam shunaqa qiladimi? Majburlab mashinaga o'tkazadimi desa, ha, nima deysan deyapti. Yüzden aşığını taksitler sıraldı. Hazır iki taraf toxtu. Hem iki taraf özlerinin versiyasını aytdı. Taza üçüncü qalыс taraf tosu olgan jaran qaldı. Az dağılı olsa teriştirici otar. Taksi xizmatini atqarib atqanmiz bu yerda. Bir iki adamda turib, bir жүздөй семья hazır nanı жоқ қалып жататындай. Gordu buzdu, bugün koluma berdi qog'ozni, baldarning barini olib chiqib ketadi. Mol yerdan slagvanni jaup, bugundan boshlab girbeysinglar dedi. Onun içinde akşamız yok. Bizde taksilerde onday hiç problema olatırgan, je olsam narışena katı neme kılatırgan baldar yok. Bardığıyla жақсы semeyini bala çaqa bağımız da düşünüp жүрөт. Bu yerde pensionerler var, yaşları var, studentler var. Emi bu yerde televizyonda, YouTube'larda bir jaktı o'g'li bilan ko'rsatib qo'yganda. Бұл балдардың көбі машинасын кредитке алып жүрүшөт. Qarızdары var, bir-birine olgan. Qarızdарын төлөп, үй бүлөсүн багып атат. Россияга барайын десе, Россияга мигрант болуп барайын десе, депорт болуп, ал жактан бара албай калган. Россияга же башка жерге барып иштей албайт. Эми bir-эки түшүнбөстүк, bir-эки келишпестик менен ушул нерселер болуп кетти да. Oşilaq aeroportunun administratsiyasi aeroportun aymağında qo'psizlik uchun javobdi. Biroq aeroportun aymağının tashqari qo'mduq joyda bo'lgan ish harakatlarni tegishli mamlakatlik organlardan xizmatkorlari ko'zomildi. Hozirgi uchurda o'sha aeroportga tegishli taksi xizmat yo'q. Ne bo'ladi? Men sağa aytdim, men odam dedim mi? Ha? Biz adam desem neydi? Düşünmüyorsun. Provokatsiya qiltasın, bravo. Yok, sen ne? Yok, biz Rusiyadan uçup kelgan 4 O'zbekistonlik qo'noqlarimni, men tanishlarimni özüm tosib olib, do'stlik chegarasini jetkirib qo'yam deganda, al jaqdagi aeroportdagi taksilar bu qarshi bo'lib, sen bir o'zing olib ketasan, qolgan uchini biz jetkirib qo'yamiz deb talashgan. Men aytgan, bu meni qo'noqlarim, meni tanishlarim. O'zim mashinamda jetkirib qo'yam desam, bo'lmay, al jaqda o'sha konflikt chiqqan. Qo'ng'shi mamlakat jarandarına, yüzlü jarandarga degeli ошол taksi xizmatini foydalanып жаткан insonlarga жақсы bir xizmat ko'rsatmayınca bu problemani çaldırıverem.